Ijtimoiy inspeksiya tomonidan O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida qulay va to'siqsiz muhit yaratilganlik holatlari o'rganildi. O'rganishlar davomida universitetdagi mavjud sharoitlar atroflicha ko'zdan kechirildi. Xususan, o'quv binolari, yotoqxona, sport majmuasi, ovqatlanish joylari, kirish-chiqish yo'llari, taktil qoplamalar, pandus, lift va sanitariya-gigiyenik xonalar, kutubxona va boshqa umumiy foydalanish joylaridagi holat o'rganildi. Jarayon davomida kutubxonaning kirish-chiqish qismida bo'sag'alar borligi aniqlandi va ushbu to'siqlar shu yerning o'zida bartaraf etildi. Bundan tashqari, nogironligi bo'lgan talabalar bilan ochiq muloqot ham tashkil etildi. Ijtimoiy inspeksiya boshlig'ining birinchi o'rinbosari Bahodir Nishonov ishtirokida o'tgan davra suhbatida talabalar o'zlarini qiynayotgan masala, ehtiyoj va takliflarni bildirdilar. Ushbu holatlarni bartaraf etish yuzasidan ijtimoiy inspeksiya vakillari universitet mas'ullariga tegishli tavsiya va ko'rsatmalar berdi.